Shu ovqatni tog'ning cho'qqisiga chiqib yeyish shartmidi? Qop-qorong'i tunda Koreyada tog'lar orasida qolib ketganimizda mana shu xayol o'tdi. Koreyslarning uzoq umr ko'rib 80 yoshdan o'tgandan keyin ham tetik bo'lib yurishlariga sabablardan biri doimiy hayking bilan shug'ullanishlari. Bizni koreyslardan nima kam joyimiz bor deb biz ham haykingga chiqqandik, tunni mana shu tog'lar orasida yirtqich hayvonlar bilan o'tkazishimizga bir baqiya qoldi. 1100 metr balandlikdagi Mudungsan tog'i cho'qqisini zabt etish uchun yo'llarda tabiatdan zavq olib rasmlarga tushib uzoq vaqt sarfladik. Tog'ning tepasida chiroyli manzarada piknik qilish g'oyamiz sabab ham yana 1 soatcha vaqt ketkazdik. Uydan topgan tutgan yeguliklarimizni tog'ning tepasigacha olib chiqib, mana shunday ertaknamo atmosferada ovqatlanishni niyat qilgandim. Quyosh botishga yaqin tog'ning eng baland nuqtasiga yetib bordik. Bunday go'zallikka maftun bo'lib qolganimiz sababli quyosh botgandan keyin qorong'i tushishi hayolimizga ham kelmabdi. Nima bo'lsa bo'ldi deb maza qilib quyosh botishini eng baland cho'qqidan tomosha qildik. Biz yashaydigan butun shahar bu yerdan kaftdek ko'rinardi. Shunday qilib, keyin bir amallab hech narsa ko'rinmaydigan zimistonda pastga qaytib tushib oldik. Afsuski, boshqa ekstremal holatlarni suratga olish uchun telefonimizning quvvati tugab qoldi.